Hurmatli obunachilar, mana bugun yangilik ekanmiz. Sirdaryo viloyati Rustam akamiz Texnovet asoschisi oldiga yetkazib beradi. Shu veterinariya sohasidagi jamiki uskunalarni akamizdan olamiz. Xudo xolasa hozir kelganmiz. Bulardan hozir yana 4 yil oldin olgan uzuyimizdan yana yangi uzuy olyapmiz. Chamadonidan va talidan. Akamizda mana har turdagi anjomlar bor. Hozir mana mehmonlarimiz ham kelgan. Yahyojon yana Qashqar Surxondaryo viloyatidan Davronbekni mana uchrashtirib, ikkalari bloger mana, ikkalari mana hamsuhbat bo'lib bir-birlaridan fikr almashishdi. Davronbekga mana uzi apparat olgan va Yahyobek bugun ertalab yetib keldilar. Ular ham bu ikkinchi uzi apparatlari hisoblanadi. 4 yil oldin bizdan apparat olganlar. Mana ishonchli bo'lganligi uchun, garantiyalar borligi uchun 4 yildan keyin yana shu apparatni yana olib ketyaptilar. Yana 2 yil garantiyalarni qilib beryapmiz. Kimga shunday mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Yahyobekka vodiydan murojaat qilsalaring bo'ladi yoki o'zimizning telefon raqamlarimizni qo'yiladi. Shu mahsulotlarni yetkazib beramiz va garantiyalarini qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Salomat bo'linglar. Yaxshi.